Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, hurmatli bizning YouTube ijtimoiy tarmog'ida kuzatayotgan do'stlar, podpisчикларimiz, musofirdagi og'alarimiz, do'stlarimiz. Bugun xudo xolasa sizlar reklama qo'yib beradigan mashinamiz ko'pchilik niyat etib, izlab, kam yurgandan birisi chiqsa oladim deb qarab yurgan mashinalardan biri Kia Sorento. Bu mashinani doğrusu fanatlari desammi, muxlislari desammi, вообще ko'p. Yani Koreyskiy zborkada 2023 yıl zavoddan chiqqan, salonda 2024dan olib haydalgan mashin. Kraskasi 100% родной и пробег ham kam. Qiziqarli shu probegdan 14.000 kilometr masofani bosib o'tgan mashinamiz. 2.5 motorli bo'ladi, 4x4. Chorniy jemchug rangda, o'zimiz zavod postavkalari bilan turibdi. 4x4 dedi mashinamiz. Görüşseniz mümkün. Bağları, zavod bağlarında dürtdəli, taptaza. Biz koşuya dostluq var. Bismillahirrahmanirrahim. Her bir insana nəsib etsin. Videomuz yüzətib batırğan bellərinə kojinli buladı. Bellərim yumuşaq plastiklə işlənəyinə. Əldəki silinədə, apşikkidə işləyili bassızla buladı. Bir yanında yine silinə regirovka qılsanızların buladı. Bir yan tərəfini. Ve arka tarafta oturgan insana göründə nəsi var? Funksiyası. Yine. Sidiyanı regirovkası boladı. Navarotları 5 xırıcımı var. Rul kızdıradan funksiyası, avto hold, zadniy kameraları, ruşnoyları, elektronik vardı. Sidiyanı kızdıradan funksiyaları, bezprovodnoy zaryadchikleri, 210 klimat kontrolları, xullas maşının navarotları köp. Katta panoramli lyuklar ham bor mashinamizda. Teyna poliklar tashlanib turibdi. Elde kapot bron plyonka qilingan. Hech yerinde işi yok kuzovunun. Kırılgan, yan bo'lib yeri yok, defekti yok. Bemalol gelip ko'rsangizlar bo'ladi. ...14.300 kilometr yurgan mashinamiz. 2.5 atmosferli motor bilan jihozlangan. Mana qaranglar buni. Birini skochlar ham olinmagan, zavod skochunda turibdi. Bu narsani o'zimiz yopishtirganmiz. Eldinki shofer sideniyadan elektronik sideniyalar, rullari matviy holatda. Qiziquvchilar kelaverasizlar. Maşin avtosiga salonimizda sotuvda. Made in Koreya bo'ladi mashinamiz. Bir qo'l. Bagaj tarafidan bir qadar ko'rsatib o'tamiz. Yana bu yerning skotchlarimiz zavod skotchida turibdi, olinmagan. Xullas, bu mashinamizni obunachilarimiz uchun narxini agardan bo'lsak, do'stlar 405 milyon so'm aytib qo'yibmiz. Ustida kelib savdosini qilib olsangizlar bo'ladi. Kia K5 haydab yurgan bundan past pakaniyada haydab yurgan og'alarimiz uchun keyingi pag'ana bu albatta. Qiziquvchilar kelib ko'ringlar, mashina 100% garantiya beramiz. Ma'qul gadon bo'lsa ana. Narx pul bag'asi 405 milyon so'm. Agar ozroq yetar yetmasa bo'lsa, faqatgina Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasining ayrim tumanlaridan kelgan klientlarimiz uchun variantlarimiz bor. Kredit olami, ozroq yetar yetmasini dogovor variant asosindami, boshqa viloyatlardan kelgan klientlarimiz uchun faqatgina naqd pul asosida savdo qilsak bo'ladi. Lekin bemalol ko'ngillar do'qat orqangidagina mashina ichida kamchiligi, defekti yo'q xudo xolasa. Chiroyli qilib barakat kessizlar bo'ladi. Bizlarni yangi kuzatib borgan og'alarimiz, do'stlarimiz bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar va videoni Koreyskiy zborkadagi Kia Sorentoni kam probegsiz chiqsa olaman deb yurgan, zo'r chiqsa olaman deb yurgan yaqin do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar. Sog' salomat bo'linglar, amaliyat kutib qolamiz. Va sotiladigan mashinalar bo'lsa, ikkisingizlar sotib beramiz, sotib ham olamiz. Keyingi obzorlarda qaysi mashinaning obzorini qo'yib beradi, shuni kommentariyga yozib o'taringlar.